Assalomu alaykum barchaga. Demak, 29-mavzuni tahlilini boshlaymiz. 29-mavzu bir necha kuch ta'siridagi harakat. Xo'p, bu savollarda aytayaptiki, massasi 7 kg bo'lgan jism gorizontal tekislikda 49 newton kuch ta'siri ostida harakatlanyapti. Xo'p, jism va tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.2 bo'lsa, jism tezlanishini toping deyapti. Xo'p, birinchi masala. Xo'sh, demak uni ustida jism turgan ekan. Va bu tomonga qarab F kuch ta'sir qilyapti. Xo'sh, bu F kuchimiz 49 newtonga teng ekan. Massasi 7 kg ekan. Xo'p, ishqalanish koeffitsiyenti vektor qanaqa yo'nalgan bo'ladi? Teskari yo'nalgan bo'ladi bu tomonga va koeffitsiyenti 0.2 ga teng ekan. Jism tezlanishini toping. Xo'p, F kuchim nima ishlar qiladi? Mu mg og'irlik kuchini, ya'ni ishqalanish kuchini yengadi, plus ma tezlanish beradi. Shu yerdan tezlanishni toping deyapti. Demak, bundan a ni topib oladigan bo'lsam, F minus mu mg taqsim m degan formulamizga kelib chiqar ekan. Ana endi joy-joy qo'yib hisoblaymiz. F o'rniga demak 49 qo'yamiz, minus 0.2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 10 taqsim, xo'p, massasi 7 kg 7 ga bo'lamiz. Demak, buni hisob-kitob qilsak, xo'p, 75 dan 1 14 35 5 bo'lar ekan javobi. Demak, jismning tezlanishi xo'p 29 ga A variant bo'lar ekan. Demak, ikkinchi savolda ko'rishni boshlaymiz. Ikkinchi savolda aytayaptiki, massasi 4 kg bo'lgan jism gorizontal tekislikda turibdi. Unga shuncha tezlanish berish uchun qanday kuch bilan ta'sir etish kerak deyapti. Jism bilan sirt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.2 ga teng ekan. Xo'sh, F kuchlari nima ish qiladi? Mu mg ishqalanish kuchini yengadi, plus ma kuch beradi. Shu kuchni toping deyapti. Demak, joy-joy qo'yib hisoblaymiz. 0.2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 10 plus 4 ko'paytirish 2. Xo'p, 40 bo'ladi 8. Bu ham 8. Demak, yig'indisi 16 bo'lar ekan. D javobda turibdi. Keyingi savolimiz 3-savol. 10 tonna massali yuk mashinasi joyidan 1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan qo'zg'aladi. Agar harakatga qarshilik koeffitsiyenti 0.05 bo'lsa, tortish kuchini toping deyapti. Tortish kuchi qanaqa? Xo'p, F tortish kuchi nima ishlar qiladi menda? F qarshilik kuchini yengadi, plus ma tezlanish beradi. Xo'p, F qarshilik kuchi mu mg bo'ladi, xo'p, plus ma. Mana endi shuni joy-joy qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 0.05 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 10 + 3. Xo'sh, ko'paytiramiz yana 10 ga. Plus, xo'p, 10 ko'paytirilgan 10 + 3 da ko'paytiramiz 1 ga. Endi buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 100 bo'ladi, 5 bo'ladi, 15 10 + 3 degan, xo'p, kilonewtonda so'rayapti. Demak, javobimiz 15 kilonewton bo'lar ekan. D javob. 4-savolimiz. Xo'p, massasi 1000 tonna bo'lgan poyezd gorizontal yo'lda harakatlanmoqda. Parovozning tortish kuchi shuncha, ishqalash koeffitsiyenti esa shunga teng. Poyezd qanday tezlanish bilan harakatlanmoqda deyapti. F tortuvchi kuch, F qarshilik kuchini yengadi, plus unga ma tezlanish beradi. F qarshilik kuchi mu mg plus ma. Xo'sh, ana endi savolda aytayapti, u qanday tezlanish bilan harakatlanadi. Shu yerdan tezlanishni topishim uchun F kuchdan ayiraman mu mg ni bo'lamiz m ga. Xo'p, joy-joy qo'yib hisoblaymiz endi. 15 10 + 5 xo'p, minus 1000 tonna deyapti. 10 +
6 ko'paytirilgan, xo'p, 0,005 ko'paytirish yana 10. Bo'lish yana 10 üstü 6. Xo'sh, buni hisoblaydigan bo'lsam 14,5 10 üstü 5 taqsim 10 üstü 6 bo'ladi. Buni bo'lib hisoblaydigan bo'lsam bo'lmami qisqarib 1,45 ga teng bo'lar ekan javobi. Xo'sh, 4 ga demak to'g'ri javob E variant. 5-savol. Poyezd shuncha tezlanishda harakatlanmoqda. Elektrovoz tortishish kuchi xo'sh, kilonewton teng. Qarshilik koeffitsiyenti 0,05. Poyezdning massasi qanday deyapti? Xo'p, F tortuvchi kuch. Xo'sh, F qarshilik kuchini yengib plus ma tezlanish beradi. Xo'sh, massasini so'rayapti shu yerdan. F tortuvchi kuch minus F qarshilik kuchini bo'lamiz, demak tezlanishga shunda massa kelib chiqadi bundan. Xo'p, 1500 oldik. 10 üstü 3 ayiramiz. Xo'p. Bu yerda qarshilik kuchini ham bermagan ekan, demak yozib olamiz. F tortuvchi kuch barobar mu mg plus ma. Shu yerdan mni chiqarib olsam mu g plus a. Xo'sh, shu yerda mni topadigan bo'lsam endi F tortuvchi kuchda bo'lamiz mu g plus a ga. Mana hisob kitob qilamiz. 1550 10 üstü 3 bo'lish demak 0,005 ko'paytirish demak xo'p 10 plus 1,5 tezlanish. Xo'p, buni hisob kitob qiladigan bo'lsam 1550 ko'paytirilgan 10 üstü 3 taqsim xo'p 1,55 bo'lar ekan bu. Xo'sh, buni bo'ladigan bo'lsam necha chiqadi? 1000 chiqar ekan bunda. 1000 ko'paytirilgan 10 üstü 3 chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B variant. 6-si. 6 kilogramm massali jism gorizontal tekislikda tinch turibdi. U qanday kuch ta'sirida 1 sekundda 2 metr ta'sir sekund tezlikka erishadi deyapti. Jism va ta'sir etayotgan ishqalanish kuchi 4 ga teng. Xo'sh, 6 kilogramm massali jism gorizontal tekislikda tinch turibdi. Hop, birinchidan bu yerdan tezlanishini topib olamiz. V barobar V0 plus AT formuladan. Xo'p, boshlanish tezligi 0 ga teng, demak V barobar AT bo'ladi. Bu yerdan aniq topib oladigan bo'lsam V taqsim T bo'lishi kerak. 2 ni bo'lamiz 1 ga. Demak 2 metr taqsim sekund kvadrat ekan tezlanishi. Xo'p, ta'sir etadigan ishqalanish kuchi. Demak F tortuvchi kuchi menda F ya'ni mu mg ni yengib plus ma tezlanish berish kerak. Xo'p, ishqalanish kuchi 4 newton ekan, plus 6 ko'paytirilgan 2. 12 16 degan javob bo'ladi menda. 6 ga B variant. 7-savol. Tosh kuchi og'irlik kuchiga nisbati 0,12 ga teng ekan. Qarshilik koeffitsiyenti 0,07 ga teng bo'lsa, jism qanday tezlanish bilan harakatlanadi? Xo'p, F tortuvchi kuch barobar F qarshilik kuchini xo'p plus ma tezlanish beramiz unga. Ana endi bu yerda qarshilik kuchi mu mg plus ma bo'lsa, shu yerdan m ni chiqarib olsam, ya'ni nimani so'ragan o'zi tezlanishni so'ragan ekan. Xo'p, bu yerda F tortuvchi kuchda o'zini yozib olamiz. 0,12 xo'p ko'paytirilgan mg bo'ladi. Chunki bu yerda mg og'irlik kuchi hisoblanadi. Keltirib joyiga qo'yamiz endi. 0,12 mg barobar 0,07 mu xo'p g ya'ni mg plus ma. Hammasidan m'larni qisqartirib yuboradigan bo'lsam
0,12 barobar 0,07 ko'paytirilgan 10 plus a. Xo'p, buni hisob kitob qiladigan bo'lsam, a barobar 0,7 bo'ladi. Mana bu yerda j qolib ketibdi. Unga ko'paytirsam bu 1,2 bo'lardi. Xullas 1,2 minus 0,7 ga teng bo'lar ekan. Hisob kitob qiladigan bo'lsak 0,5 ga teng bo'ladi. Demak 7 ga a javob. 8-savol. Avtomobil shuncha tezlanish bilan harakat qilmoqda. Uning tortishish koeffitsiyenti tortishish kuchining o'g'irlik kuchiga nisbati qanday deyapti? Qarshilik koeffitsiyenti 0,05 ga teng ekan. Xo'p. F tortuvchi kuch mu mj plus ma tezlanish beradigan bo'lsa, hammasini mj ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, F tortuvchi kuch taqsim mj plus mu plus a taqsim j bo'lar ekan. Endi bizga mana bu ifodani so'rayapti. Demak, tortuvchi kuchda o'g'irlik kuchiga nisbatan so'rayapti bizdan. Hammasini joy-joy qo'yamiz. Qarshilik koeffitsiyenti 0,5 plus 10 taqsim 10. 1,5 ga teng bo'lar ekan. 8 ga demak a javob. 9-savol. Avtomobil 5 metr taqsim sekin tezlik bilan harakatlanmoqda, tezlanish bilan harakatlanmoqda. Uning tortishish koeffitsiyenti tortishish kuchining o'g'irlik kuchiga nisbati qanday deyapti bu yerda ham. Xo'p, F tortuvchi kuchda mj ga nisbati mu plus j, ya'ni a taqsim j formulani to'plab. Bitta 8-masalaga o'xshash bu ham. Xo'p, 0,08 qo'shilgan 5 taqsim 10 ekan. Demak 0,5 bo'ladi. Javob 0,58 ga teng bo'lar ekan. 9 ga demak C javob. 10-savol. Avtomobil tortishish kuchining o'g'irlik kuchiga nisbat k bo'lsa va qarshilik koeffitsiyenti mu bo'lsa, u qanday tezlanish bilan harakatlangan? F tortuvchi kuchda demak mj ga nisbati mu plus a taqsim j edi. Mana shuni demak k ga tenglashtiryapti. Ya'ni tortishish kuchining o'g'irlik kuchiga nisbati k ekan. Shu yerda a topib olsak bo'ldi. Demak k barobar mu plus a taqsim j. Xo'p, k minus mu barobar a taqsim j bo'ladi. Shuni j ga ko'paytirsam a barobar xo'p, j ko'paytirish k minus mu degan formulamiz kelib chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti. Keyingi savolimiz 11-savol. P og'irlikka ega bo'lgan avtomobil tinch holatda harakatga keldi va t vaqtda v tezlikka erishdi. Buning uchun dvigatelning tortishish kuchi qanday bo'lishi kerak? Qarshilik koeffitsiyenti kerak eting. P og'irlikka ega bo'lgan avtomobil tinch holatda harakatga keldi va t vaqtda v tezlikka erishdi. Demak, bu yerda a ni topib oladigan bo'lsam, v taqsim t bo'ladi. Buning uchun dvigatelning tortishish kuchi qanaqa bo'lishi kerak? Demak, F dvigatelning tortishish kuchi, xo'p, F qarshilik kuchini yengib, plus unga ma tezlanish berish kerak. F qarshilik kuchi P og'irlikda k, ya'ni qarshilik koeffitsiyentiga ko'paytmasi plus ma bo'ladi. Endi hammasini joyiga qo'yib qo'yamiz. Demak, P ko'paytirish k plus xo'p, P taqsim j bo'ladi. M ni topishim uchun ko'paytiraman shuni v taqsim t ga. Endi P ni chiqarib olsam qasam tashqariga k plus v taqsim j t bo'lar ekan formulamiz. Demak, shunda o'ndan birga to'g'ri javob C, E variant bo'lar ekan. 12-savol. Massasi 2 kg bo'lsa, ikkita tizimcha yordamida ikkita tarafga bir xil shuncha kuch bilan tortilyapti. Agar tizimchaning biri uzilib ketsa, jism qanday harakatlanadi deyapti. Ishqalash koeffitsiyenti 0,5 ga teng ekan. Xo'p, endi 10 newton o'zini har bir, ya'ni jismni tortishim uchun 10 newtondan kuch kerak, chunki massasi 2 kg deyapti. Qarshilik koeffitsiyenti 0,5, yana buni hisob kitob qiladigan bo'lsa, ishqalanish kuchi 10 ga teng bo'ladi. Ikkitasi bilan tekis tezlanishda harakat qilayotgan bo'lgan, bittasi uzilib ketgandan keyin u ishqalanish kuchi tortuvchi kuchiga teng bo'lib qolgan. Demak, u jism o'zgarmas tekis tezlik bilan harakatni davom ettiradi. 12 ga shunda D variant.
13-chi savol. Og'irligi 180 Newton bo'lgan beton plita yer sirtida tekis sudralmoqda. Tortishish kuchi 54 kN bo'lgan gorizontal yo'nalgan. Ishqalanish koeffitsiyentini toping. F tortuvchi kuch, F qarshilik kuchini plus gorizontal yo'nalishda sudralmoqda. Tekis sudralmoqda. F qarshilik kuchiga teng bo'ladi. Gorizontal yo'nalishda ishqalanish koeffitsiyentini toping. Ya'ni F qarshilikka teng bo'ladi. Bu mu mg ga. Xo'p, bu yerdan mu ni topadigan bo'lsam, F tortuvchi kuchni mg ga nisbatan. Ana endi joy-joyga qo'yib hisoblaymiz. 54 + 3 taqsim 180 + 3. Bu bilan qisqaradi. Xo'sh, 54 bilan 180 ni 3 ga qisqartirsam, yoki 54 bilan 180 bo'ladigan bo'lsa 0.3 degan javobimiz kelib chiqar ekan. To'g'ri javob E variant. 14-chi savol. Massasi 0.2 kg bo'lgan bo'rtda gorizontal tekislikda dinamometr yordamida tekis tortilmoqda. Dinamometr ko'rsatkichi 0.5 Newton, sirpanilish ishqalanish koeffitsiyenti esa qanday? Demak, shu yerdan mu ni topadigan bo'lsam, F tortuvchi kuchni bo'lamiz mg ga. Xo'p, 0.5 da bo'lamiz, xo'p, 2 ga. Ya'ni 0.2 ga ko'paytirilgan 10 ga. Xo'p, 2 bo'ladi, 1 taqsim, xo'p, 4 degani bu 0.25 ga teng ekan. S javob. 15-savol. Po'lat oyoqli chana ustida 4 Newton kuch ta'sirida, xo'p, ta'sir ostida tekis harakatlanmoqda. Chananing og'irligi qanday? Muz bo'lagining ishqalanish koeffitsiyenti shunga teng. Xo'p, F demak tortuvchi kuch barobar mu mg ga teng. Shu yerdan bizga mg ni toping deyapti. Ya'ni og'irligini. Xo'p, mg ni topadigan bo'lsam, ya'ni P og'irligi bo'ladi. F tortuvchi kuchni ishqalanish koeffitsiyentiga nisbatan. 4 da bo'lamiz. Xo'p, ishqalanish koeffitsiyenti. Chananing massasini so'ragan ekanmi? Yo'q, 16 ga tetimiz. 0.02 ga bo'lamiz. Bu yerdan 200 Newton chiqar ekan. Chananing og'irligi. Keyingi savolda 16 da aytyapti. Ana endi shu chananing massasi ishqalanish koeffitsiyenti bergan bo'lsa, chananing massasini toping deyapti. Massasini topish uchun F taqsim mu J bo'lardi. Ya'ni mana bu yerdagi J pastga o'tyapti prosta. 4 da bo'lamiz 0.02 ko'paytirish 10 ga. Xo'p, 4 taqsim 0.2 bu 20 ga teng bo'lar ekan. 16 ga E javob. 17-savol. Chizmadagi qaysi qismlardan ishqalanish koeffitsiyentining kuchiga teng? Ya'ni 17-savol og'zaki o'zi ishqalanish kuchi bilan tortishish kuchi teng bo'ldi degani jism tekis harakatlandi degan, ya'ni tezligi o'zgarishsiz. Bu yerda tezlik o'zgarishsiz harakatlanayotgan birinchi, uchinchi nuqta bo'ladi. 17 ga shunda B javob bo'ladi. Chizmaning qaysi birida jism tortishish kuchi ishqalanish kuchidan katta deyapti. Ya'ni chizmaning qaysi qismida tortishish kuchi ishqalanish kuchidan katta bo'ldimi? Demak, jism tekis tezligi uchun harakatlangan bo'lgan. Demak, bu yerda faqat tekis tezligi uchun harakatlanayotgan 5-nuqta bo'lar ekan. 18 ga S variant. Keyingi savolimiz 19-savol. Gorizontal harakatlanayotgan jismga qo'yilgan tortishish kuchi ishqalanish kuchidan kichik bo'lsa, u jism qanday harakatlanadi? Tekis sekinlovchi harakatlanadi. Inersiya bo'yicha harakatlanayotgan jismning ishqalanish kuchi ta'sir eta boshlagach qanday harakat qiladi? Inersiya bo'yicha harakatlanayotgan kuchlari ta'sir eta boshlaganda qanday harakatlanadi? Demak, bu yerda B javob bo'ladi, ya'ni tekis sekinlovchi harakatlanadi. 20 grafikdan qaysi birida ishqalanish kuchining ta'sirida harakatlangan? A da harakatlangan. Xo'p, ishqalanish kuchi ta'sirida harakat tasvirlangan. Ya'ni faqatgina ishqalanish kuchi ta'sirida harakatlangan degani uchun bu yerda B variant bo'ladi, chunki borgan sari jismning tezligi kamayib boradi. Ya'ni sekinlovchi harakat qiladi.
22-chi savol. Gorizontal muz ustida inersiyasi bilan sirpanayotgan shaybaning tezlanishi shunga teng bo'lsa, ishqalanish koeffitsiyenti qanday? Xo'p, inersiya bilan sirpanayotgan bo'lsa, jismning shaybani tezlanishi shuncha ishqalanish koeffitsiyenti bu yerda ya'ni m teng bo'ladi mu mg ga. Xo'p, m bilan qisqartirib tashladigan bo'lsam, shu yerda menda hosil bo'ladiki, a barobar mu g ga teng bo'ladi. Ya'ni bu 22-chi savol bu. Xo'sh, ishqalanish koeffitsiyentini qanday? Ya'ni mu topishim uchun a ni bo'lamiz j ga. 0.3 da bo'lamiz 10 ga. 0.03 bo'lar ekan. Ye javob. 23-chi savol. Gorizontal muz ustida inersiya bilan sirpanayotgan shayba muz orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.2 ga teng bo'lsa, shaybaning tezlanishi qanaqa? Tezlanishini topishim uchun mu ni j ga ko'paytiramiz. 0.02 ni ko'paytiramiz 10 ga. Ya'ni 0.2 bo'ladi. Minusdan faqat, chunki tezlanish manfiy olinadi. Bu yerda tekis ikkilamchi harakat qilgani uchun. B javob. Keyingi savolimiz 24-chi. Tormozlanish yo'li shu formula bilan hisoblanadi va 0 boshlanish tezlik ishqalanish koeffitsiyenti shunga teng. Xo'p, qaysi fizik kattaliklar qanday o'zgartirilsa tormozlanish yo'li ko'proq kamayadi? Xo'p, kamayish uchun 24 L barobar v0 kvadrat taqsim 2 mu j bo'lsa, xo'p, v0 kamayishi uchun, ya'ni L kamayishi uchun, xo'p, v0 kamaytirilib, mu oshirilsa, L yana kamayadi. Bu javob bo'ladi. Ya'ni mahrajini katta qilishimiz kerak buni. L kamayishi uchun. 25-chi savol. Gorizontal yo'lda shuncha tezlanish bilan harakatlanayotgan mototsiklchining qarshi koeffitsiyenti 0.05 ga teng bo'lsa, avtomobil qanday masofada o'tib to'xtaydi? Xo'p, L barobar v0 kvadrat 2 mu j bo'ladi. Ya'ni o'zi v0 kvadrat taqsim 2a bo'lish kerak edi. Lekin a ni o'rniga mana mu j degan formulani qo'yyapmiz. O'sha hisobda. Buni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, 225 bo'ladi. Ya'ni 15 kvadrati taqsim 2 ko'paytirilgan 0.05 ko'paytirish 10. Xo'p, 0.5 bo'ladi. Xo'p, 2 bo'lar ekan, 225 ga teng bo'lar ekan. Buni javobi. Demak, 25 ga Y variant. 26-chi savol. Shuncha tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil tormoz berilgach, u 2 sekundda to'xtadi. Tormozlanish yo'li qanday? L barobar v0 kvadrat taqsim 2 mu yoki 2a. 2 sekundda to'xtadi deyapti. Yoki v0 ko'paytirish t taqsim 2 formulaga qo'yamiz. Demak, 90 ni metr taqsim sekundga o'qisam, 36 ga bo'laman 25 ko'paytirish 2 taqsim 2. Bu bilan bu qisqaradi, 25 ga teng bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob B variant. 27-chi savol. Tormoz berilganda avtomobil asfaltda shuncha, ya'ni 25 metr iz qoldirib to'xtagan. Agar g'ildirak bilan asfalt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.45 ga teng bo'lsa, avtomobilning dastlabki tezligini toping. Xo'p, L barobar v0 kvadrat taqsim 2 mu j. Dastlabki tezlikni topishim uchun bundan v0 ni topib olaman, ya'ni L ko'paytirish 2 mu j ildiz ostida bo'lar ekan. Xo'p, 25 ko'paytiramiz 0.45 ko'paytiramiz 10 ko'paytirish 2 ildiz ostida. Xo'p, 10 ko'paytirsam 4 ham 9. 3 ga 5 chiqar ekan, demak 15 ga teng bo'lar ekan. 27 ga D javob. 28-chi savol. Gorizontal yo'lda shuncha tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning tormozlanish vaqti necha sekund? G'ildirak yo'l bilan ishqalashgan so'ng, demak, xo'sh, vaqtni topib olishim uchun v barobar a ko'paytirish deydi. Bundan t ni topib oladigan bo'lsam, v taqsim a bo'ladi.
Xo'p, bu yerdan tezlik bor, tezlanishni topa olishim kerak. Tezlanishni o'zi nima edi? Tezlanishni o'zi μj ga teng. Yo'q. Yani to'g'ri, a barobar μj ga teng edi. Aytib joyiga qo'yadigan bo'lsam, v taqsim μj bo'lishi kerak. Xo'p, 72 ni 3/6 ga bo'lamiz. Metr taqsim sekundga qo'shishim kerak chunki. 20 taqsim, xo'p, bo'ladigan bo'lsam necha bo'ladi? 0.5 ko'paytirish 10. Xo'p, buni hisob kitob qilamiz. Javobimiz 4 chiqar ekanmanda. 28 ga shunda A variant. 29-savol. Shuncha tezlik bilan ketayotgan avtomobilga tormoz berilgach, u 25 metr yo'l o'tib to'xtadi. G'ildiraklar bilan yer orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti qanday? Xo'p, L barobar V0 kvadrat taqsim 2 μj formuladan mana bu j ni topa oladigan, ya'ni mu ni topa oladigan bo'lsam, xo'p, mu barobar V0 kvadrat taqsim 2lj bo'ladi. Aynan joy-joy qo'yib hisoblaymiz hammasini. 72 ni metr taqsim sekundga qo'shsam 20 kvadrat, ya'ni 400 bo'ladi. Taqsim 2 ko'paytirish l 25 metr ko'paytirish 10. Xo'p, 50 500 bo'ladi. Bo'ladigan bo'lsa 0.8 ga teng ekan. Ya'ni 29 ga D variant. 30-savol. Gorizontal stolda turganisin tutib yuborilgach 1 sekundda 1 metr yo'l bosib o'tib to'xtadi. Ishqalanish koeffitsiyentini toping deyapti. 1 metr yo'l o'tib to'xtadi. Ishqalanish koeffitsiyenti bu barobar v0 kvadrat taqsim, xo'p, 2l j edi. Metr bor. Xo'sh. Xo'p, yoki at kvadrat taqsim 2 barobar l formuladan shu yerda a to'pi olib j ga bo'lsa ham bo'ladi. A barobar 2l taqsim t kvadrat. Xo'p, agar shuni j ga bo'lsam, bunisi ham j ga bo'lsa, menda nima beradi? Mu ni beradi. Xo'p, mu barobar 2 ko'paytirilgan l 1 metr ekan. Vaqtim 1 sekund kvadrat 1 bo'ladi, 10 ga bo'lamiz. Demak, 0.2 chiqar ekan. D javob. 31-savol. Tezligi 5 metr taqsim sekund bo'lgan 20 kg massali jism ishqalanish kuchi ta'sirida 25 metr yo'l o'tib to'xtadi. Ishqalanish kuchi qanday? Xo'p, endi ishqalanish kuchini topib olishim uchun F ishqalanish kuchi barobar mu mj ga teng. Endi mu ni topib oladigan bo'lsam, tezlik berilgan mu barobar, xo'p, v0 kvadrat taqsim 2lj edi. Aytib mu ni joyiga qo'yamiz. Xo'p, v0 kvadrat taqsim 2lj ko'paytirilgan massa ko'paytirilgan j. J lar qisqarib ketadi. Menda hosil bo'ladiki, v0 kvadrat taqsim 2l, demak tepada m qolar ekan. Mana shu formulaga kelar ekanmiz. Endi F ishqalanish kuchini topamiz. Tezligim degan 25 taqsim 2 ko'paytirilgan 25 ko'paytirmasam 20 kg. Xo'p, bu yerdan hisob kitob qiladigan bo'lsam 10 ga teng bo'lar ekan. 25 bundan qisqaradi, 10 bo'lar ekan javob. 31 ga C javob. 32-savol. Tormoz berilganda tezligi shuncha bo'lgan tramvay necha sekunddan so'ng to'xtaydi? Ishqalanish kuchi 0.25 ga teng ekan. Demak, xo'p, v barobar at, ya'ni tormozlanish vaqti. Shu yerdan vaqtni topib olishim uchun v taqsim a bo'ladi. A ni o'rniga v taqsim μj qo'ysam, xo'p, a ga teng bo'ladi. Ana endi joy-joy qo'yib hisoblaymiz. Ya'ni 36 ni 10 bo'lish, ya'ni 0.25 ko'paytirish 10. Xo'p, bu 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, 4 sekundda to'xtar ekan. 32 ga C javob. 33-savol. Uzunligi L bo'lgan avtomobilning tezligi qanday bo'lganda tormozlanish yo'li avtomobil uzunligidan 2 marta katta bo'ladi deyapti.
Demak, tormozlanish yo'lini topadigan bo'lsam, v0 kvadrat taqsim 2 mu j bo'ladi. Ishg'anish koeffitsiyenti bergan ekan. Avtomobil tezlik qanday bo'lganda, shu yerdan tezlikni topib olishim uchun v0 barobar 2 mu j al ilizosda bo'lish kerak. Ana endi shu tezlik qanday bo'lganda avtomobil uzunligidan 2 marta katta bo'ladi deb tormozlanish yo'li. Demak, tormozlanish yo'liga 2 yer olishim kerak. Ana endi v0 barobar 2 ko'paytirilgan mu j ko'paytirish 2 al bo'ladi. Ilizosida. Xo'p, ikkilarni chiqarib yuborsam, ilizosida mu j al degan formula qolar ekan menda. Ishqanish koeffitsiyenti 0.25 ga teng ekan, uni chiqarib yuborsam 0.5 qilib, xo'p 0.5 2 ko'paytirsam 1 bo'ladi, ya'ni ilizosida j ko'paytirish l degan formulamiz qolar ekan. Demak, to'g'ri javob 33 ga C variant. 34-savol. Muz ustida shayba ta'sir etgandan so'ng 5 sekundda 20 metr masofani bosib o'tib to'xtadi. Shaybaning massasi 400 gram bo'lsa, unga ta'sir etadigan ishqalanish kuchi qanday? Besh sekundda 20 metr bosdi. Demak, at kvadrat taqsim 2 s ga teng. Shu yerdan a topib olsam, xo'p, 2s taqsim t kvadrat bo'ladi. 2 ko'paytirilgan, xo'p, 20 taqsim 25. Bu bilan bu qisqaradi, 5 ga 4. Demak, 8 taqsim 5, ya'ni bu 1.6 ga teng ekan tezlanishi. Xo'p, ana endi f ishqalanish kuchini topishim uchun mu mj formulaga qo'yamiz. Demak, shu yerda mu j ni ikkalasini ko'paytma qilib yozadigan bo'lsam, ma degan formulamiz kelib chiqadi. 400 gramni o'ng usti -3 da ko'paytiramiz 1.6 ga. Ya'ni 0.4 bo'ladi. 0.4 ni 1.6 ga ko'paytirsam 0.64 degan javob chiqar ekan. 34 ga E variant. 35-savol. 5 metr taqsim sekund tezlik bilan x o'qi bo'ylab harakatlanayotgan 4 kg massali jismga harakatiga teskari 20 newton kuch ta'sir qila boshladi. Harakat boshlang'ich koordinatasi shunga teng. To'xtaguncha qaysi koordinataga keladi deyapti. Ya'ni tormozlanish yo'lini topib, -2 ga qo'shib qo'ysak bo'ldi, bizga o'sha javob chiqadi. Xo'p, harakatiga teskari shuncha kuch ta'sir qiladi. v0 kvadrat taqsim 2am tormozlanish yo'lini beradi. Demak, bu yerda f ishqalanish kuchi aytyapti 20 newton ekan. Og'irlik kuchi o'zi mj, ya'ni 40 newtonga teng. Ishqalanish koeffitsiyentini topishim uchun f ni bo'lamiz f ishqalanish kuchiga, ya'ni mj ga. Xo'p, endi buni topishimiz uchun demak 20 ni bo'lar ekanmiz 40 ga 0.5 chiqar ekan. Ishqalanish kuchi 0.5 ga teng ekan. Shu yo'lni topishim uchun 25 taqsim 2 ko'paytirilgan mu j, ya'ni 25 taqsim 2 ko'paytirilgan 0.5 ni ko'paytiramiz o'ngga. 5 bo'ladi 2,5, demak 2.5. Ana endi +2.5 ga -2.5 qo'shadigan bo'lsam 0 degan javobga kelar ekanman. Demak, to'g'ri javob B variant. 36-savol. Gorizontal taxt ustida tik yotibdi. Xo'p, yuk taxtadan sirpanib tushishda boshlaganda kamida qanday tezlanish berish kerak deyapti. Taxta va yuk orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.4 ga teng. Ya'ni a ni topishim uchun mu j ga ko'paytirardik. 0.4 ko'paytiramiz o'ngga. 4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish berish kerak ekan. 36 ga B variant. Keskin tormozlangan avtomobilning tormozlanish yo'li 10 marta kamaytirish uchun avtomobilning boshlanish tezligini qanday o'zgartirish kerak? Tormozlanish vaqti bir xil deyapti. Demak, 37-savolda al barobar v0 kvadrat taqsim 2a edi. Shu 10 marta kamaytirish uchun tezlikda qanday o'zgartirish kerak deyapti. Ya'ni al taqsim 10 bo'lishi uchun v taqsim 10 bo'lishi kerak. Ya'ni
v0 kvadrat taqsim bo'lishga, ya'ni tezligini ildiz 10 marta kamaytirish kerak ekan. 37 ga B variant bo'lar ekan shunda. Keyin savol 38. Avtomobil tezlik g'ildiraklari bilan asfalt orasidagi ishqalashgachdan 2 marta o'rsa, tormozlanish yo'li qanaqa o'zgaradi deyapti. Demak, mana bu yerda ya'ni 38 barobar v0 kvadrat taqsim 2 mu jdan mana bu mu'm 2 marta o'ssa, tormozlanish yo'lim 2 marta kamayar ekan. B javob. Keyingi savolimiz 39-savol. Xo'p, M massali avtomobilning tormozlanish yo'li S ga teng bo'lsa, shu avtomobilning M massali yuk bilan xuddi shunday sharoitdagi tormozlanish yo'li qanday? Xo'p, birinchisida aytyapti, M massali avtomobil tormozlanish yo'li S ga teng ekan. Xo'p. Yana shunday M massali yuk bilan u qanday sharoitda tormozlanish yo'li bo'ladi deyapti. Ya'ni 2M bo'ladigan bo'lsa, tezlanishi demak 2 marta kamayadi. Tezlanish 2 marta kamayadi, ya'ni tormozlanish yo'li 2 marta kamayadi bunday. 2 marta kamaymas ekan, ya'ni tormozlanish yo'li bir xil bo'ladi, chunki massaga bog'liq emas edi, tezlanishga bog'liq va ishqalanish koeffitsiyentiga bog'liq. O'sha hisobdan 39 ga A bo'ladi. 40-savol. M massali yuk avtomobilining tormozlanish yo'li. Xo'p, M massali yukning avtomobilning tormozlanish yo'li S ga teng ekan. M massali yuk ortilgandagi tormozlanish yo'li yana S bo'lib qoladi. 40 ga ham bir xil C javob. 41 ga stoldagi gardan tasarruflayotgan yog'och bo'lagi bir soat shuncha tezlik berildi. Ishqalanish kuchi ta'sirida shuncha tezlanish bilan harakat qilgan bo'lsa, 10 sekundda qanday yo'l bosadi deyapti. Xo'p, buni yechishimiz uchun demak 41. Boshlanish tezlik demak tormozlanish yo'li uchun v minus v at edi. Ana endi bunga qo'yadigan bo'lsam 5 minus 6 ko'paytirish 1. Minus 1 bo'lar ekan tezligi, ya'ni manfiy 1 ga o'tib qolar ekan. Ana endi S tormozlanish yo'li v0 kvadrat minus v kvadrat taqsim 2a edi. Shu formani qo'yadigan bo'lsam 25 minus 1 taqsim, ya'ni 1 da kvadrati 1 taqsim 2 ko'paytirish 1. Ya'ni 24 taqsim 2 bo'lar ekan, buni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 12 ga teng bo'lar ekan. Demak, 41 ga to'g'ri javob C variant. 42-savol. Jismda ishqalanish kuchi ta'sirida shuncha boshlanish tezlik va shuncha tezlanish va harakatlanmoqda 10 sekundda qanday yo'l bosib o'tib to'xtaydi deyapti. Bu ham xuddi shunaqa. Demak, 8 va barobar 8 minus 2 ko'paytirish 6. 12 bo'ladi, 4 bo'lar ekan minusdan. Endi L barobar 64, ya'ni 8 ni kvadratini ayiramiz, 4 ni kvadratini bo'lamiz 2 ko'paytirish 2 ga. 64 minus 16 taqsim 4. 64 16 ni ayirsam 48 bo'ladi. 48 da 4 ga bo'lsam 12 degan javob chiqar ekan. Demak, 42 ga B javob. Keyingi savolimiz 43-savol. Gorizontal sirtda jism ishqalanish kuchi ta'sir qila boshlab, ma'lum masofaga tezlik 3 marta kamaydi. Xo'p, jismning tezlanishi dastlabki tezligi va to'xtaguncha qadar bosib o'tgan yo'lini toping debdi. Demak, buni chizib olamiz. Bursoy bu yoqqa harakatlanyapti. Va mana bu yerga kelib to'xtab qoldi. Xo'p, bu v tezlik bilan, ya'ni bunisi v taqsim 3 bo'lib qolganda. Buni massasi 2 kg, yana 2 kg. Botonga qarab F ishqalanish kuchi bor. Ya'ni bu 6 newtonga teng. Bu yerdan mana bu yergacha qirq sakkiz ekan. Ana endi
tormozlanuvchi yo'l v0 kvadrat minus v1 kvadrat taqsim 2a edi. Xo'p, ani yana yo'yadigan bo'lsam, v0 kvadrat minus v1 kvadrat taqsim 2 mu j edi. Mana shu yerdan xo'p, nimalarni topib olsam bo'ladi menda? Xo'p, ishqalanish koeffitsiyenti bor menda. Ya'ni 6 newton deyapti. Bu mu m j ga teng. Massasi berilgan. Shu yerdan mu j ni topib olsam bo'ladimi? Massasi 2 kg bo'lsa, demak, bundan mu j ham teng bo'lar ekan 6 taqsim 2 ga, ya'ni 3 bo'lar ekan. Xo'p, manfiy 3 bo'lashunda, chunki bu nimaga teng? Tezlanishga teng. Birinchi tezlanishni toping debdi, minus 3 ga bo'lar ekan. Xo'p, ketirib joyiga qo'yadigan bo'lsam, keyin dastlabki tezlikni topishim kerak, ya'ni xo'p, 48 ana endi to'xtaguncha bo'lgan, ya'ni v tezligini 3 marta kamayguncha bo'lgan masofasini topib olamiz. V kvadrat minus v kvadrat taqsim 9 bo'ladi, taqsim 2 ko'paytirish ani topdik bizda 3 chiqdi. Xo'p, bu v kvadrat taqsim 8 bo'ladi. 8 taqsim 9 bo'ladi endi. Barobar 48 ko'paytirish 3 kere 2 6 bo'ladi. Bu bilan qisqaradi 6 bo'lar ekan. Ya'ni v ni topib oladigan bo'lsam bu yerdan 9 ko'paytirish 36 dan 50 olishim kerak ekan. Demak, bu yerda 12 chiqar ekan menda. Yo'q. 6 chiqadi, 3 chiqadi. 18 chiqar ekan. Demak, dastlabki tezligim 18 ekan. To'xtaguncha bo'lgan qadar yo'lni toping deyaptimi? Xo'p, L barobar v0 kvadrat taqsim 2a edi, ya'ni tormozlanuvchi yo'l. 18 ni kvadrati taqsim 2 ko'paytirish 3. 18 ko'paytirish 18 bo'lish 2 ko'paytirish 3, ya'ni 6 degan bu bilan qisqaradi, 3 bo'ladi. Demak, ko'paytiradigan bo'lsam 54 degan javob bo'lar ekan. Endi javob variantlariga qaraydigan bo'lsa, bitta C variantda to'g'ri javob berilgan. Keyingi savolimiz 44-savol. Masal burchi gorizontal tekislikda tekis alfa burchi ostida yuqoriga ta'sir etuvchi F kuch bilan tortib ketilmoqda. Agar sim bilan tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti mu bo'lsa, ishqalanish kuchi ifodasi qanday bo'ladi degan. Xo'p, bursoq alfa burchak. Demak, bu yerda f bilan tortyapti. Xo'p, bu tomonga f kosinus alfa proyeksiyasi bor, ya'ni tortuvchi kuchdi. Demak, bu yoqda esa f sinus alfa proyeksiyasi bor. Xo'p, mana bu tomonda f ishqalanish kuchi bor. Xo'p, ana endi o'zini massasi mj. F kosinus alfa ishqalanish kuchi ifodasini toping deyapti. Demak, bu yerda f ishqalanish kuchi mu mj ga teng. Lekin qaraydigan bo'lsalar, mana teskarisiz qo'yamiz. Tepaga qarab yo'nalgan kuch. Ya'ni bu yerdan mj dan ayrilyapti. Mu ko'paytirilgan mj minus f sinus alfa ayirib tashlalyapti. Kuch yo'nalishi. Demak, shunda to'g'ri javob A variant bo'lar ekan. 45-savol. Masal desam, gorizontal tekislikda alfa burchak ostida, 45 dema 44 o'qib ketdim. Bola chana o'zgarmas tezlik bilan tortib ketyapti. Tortish kuchi 100 newtonga teng. Harakat yo'nalishi bilan 30 gradus burchak hosil qilgan. Buning ishqalanish kuchini toping. Hozirgida, xo'p, 44-formulaga qo'yamiz endi. Mu ko'paytirilgan, xo'p, mj minus f sinus alfa bo'ladi. Xo'sh, ishqalanish koeffitsiyentini berganmi? Ishqalanish kuchi qanday? Tortishish kuchini beribdi. Ya'ni bu bir tarafdan teng bo'ladi f kosinus alfaga. Xo'sh, 100 newtonni ko'paytiramiz. Demak, kosinus alfa 30 gradusda 0.87 ga teng. Hisob kitob qiladigan bo'lsam, 87 degan javob bo'lar ekan. 45 ga, demak, B variant. 46. Massasi 26 kg bo'lgan jismga 100 newton kuch ta'sir qilmoqda. Jism tekis harakatlanayotgan bo'lsa, jism va sirt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti toping.
Endi 46-masala ishqalanish kuchini topishim uchun xo'p. Xo'p, ana endi buni topa oladigan bo'lsak, mu mj minus f sinus alfa taqsim mj bo'lishi kerak endi. Xo'p, endi joy-joy qo'yib hisoblab ko'ramiz. Voy, bu yerda xato ketib qolibdi. Bu yerda f kosinus alfa bo'ladi, mahrajda mj minus f sinus alfa bo'ladi. Xo'p, 100 ko'paytirilgan 0.8, ya'ni kosinus alfa 0.8 ga teng bo'ladi. 260 minus 100 ko'paytirilgan 0.6. Xo'p, 80 bo'ladi. 80 ni bo'lamiz, demak 60 200 ga. 8 20 degani bu 0.4 ga teng ekan. 46 ga shunda D javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 47-savol bo'ladi. Yana 47-savolda aytgan, poldagi 10 kg massali yukni shuncha kuch ta'sirida 30 gradusli burchak osti pastga ta'sir etib, o'zgarmas tezlik bilan siljitgan bo'lsa, pol bilan sim orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini toping deyapti. 47. Massasini bergan 10 kg ekan. Massasi 120 newton ekan. Hop. Mana shu yer bo'lsa, mana bu sim bo'lsa, mana qasiya kuch ta'sir qilyapti. Ya'ni bu yoqqa bosadigan mj plus f sinus alfa bor, va bu yoqqa tortadigan f kosinus alfa bor. Ishqalanish koeffitsiyenti nimaga teng? F demak kosinus alfani bo'lamiz. Xo'p, mj plus f sinus alfa ga. Ana endi joy-joy qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 120 ko'paytirilgan 30 gradus deganmi? 30 gradusda kosinus 0.87 ga teng. 0.87 bo'lish 10 kg desa 100 plus demak 120 ko'paytirish 0.5 bo'ladi. Xo'p, 120 ko'paytirilgan 0.87 taqsim 120 yarim 60 bo'lsa 160 160 o'zi bu bilan qisqaradi. Xo'sh, bu yerda demak 3 bo'lsa, bu yerda 4 bo'ladi. 0.87 3 ga ko'paytirib 4 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 0.75 ni ko'paytirishimiz kerak 0.87 ga. Bundan javob 0.65 degan javob kelar ekan. Demak 47 ga shunda E variant. 48-savol. Og'irligi 200 newton bo'lgan jismga xo'p 60 newton kuch ta'sir, ya'ni burchak ostida yuqoriga yo'nalgan 20 newton kuch ta'sir etmoqda ekan. Xo'p, 60 gradus yuqoriga harakat, agar bu kuch 45 graduslik burchak ostida ta'sir qilgan bo'lsa, jismning tezlanishi qanday deyapti? Tekis harakatlanmoqda ekan. Xo'p, mana shu yer deylik. Mana jismga 60 gradusli birinchisida 60 gradusli burchak ostida 20 newton kuch ta'sir qilyapti. Xo'p, og'irligi o'zi 200 newton ekan. Tekis deyaptimi? Xo'p, mana bu yerda f kosinus alfasi teng bo'ladi f ishqalanish kuchiga. Ikkinchi holatda 45 gradusli burchak ostida ta'sir etibdi bu.
İkinci holatda 45 gradusli burchak o'sida ta'sir etibdi. O'sha 200 newton kuchga. Qanday tezlanishda harakatlanyapti? Bu yoqqa demak F kosinus alfa nimalar qilgan? F ishqalanishni yenggan plus ma tezlanish bergan. Bu F kuchim. Xo'p, butonga demak F sinus alfa bo'ladi. Shu yerdan aytyapti, tezlanishni toping deyapti. Tezlanishni topishim uchun F kosinus alfa minus F ishqalanish kuchini bo'lishim kerak m ga. Xo'p, bu yerda F ishqalanish kuchi F kosinus alfaga teng deb keltirib qo'ysam. Xo'sh, mana bu yerdan demak 20 ni demak 60 ga shunga bo'lansam ishqalanish kuchi 10 ekan. Xo'p, ana endi F kosinus alfa bu yerda 45 gradusga teng. 20 ko'paytirgan 2 taqsim 2 minus 10 taqsim 200. Bundan qisqaradi 10 bo'ladi, ayirib taslasam 132 0.4 bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda 200 bo'lmaydi. M o'zi 20 kg bo'ladi, ya'ni 200 newton deyapti-ku, o'shanga demak hisoblab tashlaydigan bo'lsak 0.4 taqsim 20. Xo'sh. Men buni bo'ladigan bo'lsak, javob 0.2 bo'lar ekan. Demak 48 ga Y javob. 49-savol. Jism tinch turganda xolos shu kuchlar bir ta'sir etayotgan ekan. 10 sekunddan keyin jismning tezligini toping, tezlanishini va 10 sekunddan keyin tezligini toping deyapti. Xo'p. Olti kilogram. %53 gradus ve 50 newton ta'sir qilyapti. F kosinus alfa bu tomonga, tepaga F sinus alfasi. F kosinus alfa nimalar qilyapti menda? Xo'p, mj minus F sinus alfani mu ga ko'paytmasi plus ma tezlanish berayotgan ekan. Ana shu yerda a ni toping deyapti. F kosinus alfa minus mu mj plus F sinus alfa taqsim m bo'lar ekan. Xo'p, 6 newton ko'paytiramiz 53 gradusda nechiga teng endi? Qiymatlarini berganmi? Kosinus 53 gradusda 0.6 ga teng edi, ya'ni 0.6 minus xo'p, shunisi ishqalashga hamsatin bermabdi-da. Xo'p, mu jni demak ma taqsim m deb olsam. Xo'p. Mu mj deb turadi plus 6 newton. Va ishqalanish kuchini bergan ekan-ku 6 newton deb. 50 ko'paytirish 0.6 minus ishqalanish kuchi 6 newton plus 50 ko'paytirish 0.8 taqsim massasi 6 kg. Xo'p, bu 30 bo'ladi, bu 40 bo'ladi. 30 dan xo'p, 6 - 24 64. Xo'p, mana bu yerda ishqalanish kuchi o'zi berib ketilgan ekan, mana bu qismlar bo'lmaydi. F ishqalanish bo'lishi kerak edi. Mana bu yer 6 degan o'zi. Hisob kitob qiladigan bo'lsa 24 taqsim 4 chiqadi. 6 chiqadi. Buni bo'ladigan bo'lsam 4 chiqar ekan. Demak tezlanishim 4 ekan. 10 sekunddan keyin tezligi 40 ga erishadi. Demak 10 ga ko'paytiramizda. 49 ga demak A javob bo'ladi. 50-savol.
Ekkelogram masala jismga vertikal qo'yildi va rasmga kabi harakatga keltirildi. Unga ta'sir etayotgan F kuchining modulini toping. Devor. Majlisim turibdi devorda. Bu tomondan F kuch ta'sir qilgan. 37 gradusda. Shikarash koeffitsiyenti nu barobar 0.5 ga teng ekan. Tepaga qarab A barobar 2 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanyapti. F kuchining modulini toping deyapti. Xo'p, u nimalarni yengan? M J plus A ni yengyapti hozir. Shu F kuchga teng. F kuchni kosinus alfasiga teng. Xo'sh. Mu'si ham bor bu yerda. Ana endi 12 bo'ladi, massasi kilogramm deyapti. 0.5 ko'paytirilgan. Xo'p, 2 ko'paytirilgan 12 taqsim 37 gradusda kosinus freksiyasi. Xo'p, kosinus 37 gradus 0.6 ga teng. 0.6 ni bo'lish qilib yuborsam taxriban 22 ga yaqin son chiqar ekan. Demak, 50-savolga A variant bo'lar ekan. Keyingi bo'limga o'tamiz. Ya'ni havoni qarshi kuchida ta'sirda vertikal harakat.